Ikkinchi qism daramani o'sti, ya'ni qo'shiqlarga ko'ra, endi men topgan qo'shiqlarni Romari topishlari kerak bo'ladi. Lekin Romariga men zo'rlarni tanlab kelganman. Xo'p, birinchi qo'shig'imiz qo'y, zo'ra, naushnikda turib qo'shiq qo'yib beraman bularga. Tavba qildim. Xo'p. Nasıl tanış? Posterim ham qaranglar ozgina. Rostdan tanış. Ben eshitganman bu qo'shiqni. Hozir bir ozgina boshlansin. Pripyev yo'q почти. Qo'shig'i so'zlari yo'q почти. No, ovoz. Oy baxt. Vot. Baxt draması yo'q. Shunaqa yaxshi ko'raman. Bergan daramamda. Shunaqa yaxshi ko'raman shu daramani, lekin qayta qilib zo'r bo'lardi lekin. Lekin udagi ovozimni qaytib qila olmayman. No, lekin u paytda men вообще musor ekan. Просто o'tda ovoz bergan audio fayllaringiz yo'q-da menda. O'zimni просто qayta qilib qo'y desam, chunki men ovozim musor bo'lgan. Sizniki menga yo'q. Ovozim imенно qizga yaxshi tushgan-u, qolganlarga lekin yaxshi bera olmaganman. Bitta qilib yuborsam, shu hozir eshitdim, yuragim o'ynab ketdi. Xo'p, keyingi ashulamiz. Biz ovoz berganmiz? Men berganman. Ha. Yo'q, boshqa eshitmaganman buni. Baxtiga qiz chiqqan. Harakatdami? Harakatda eshitmaganman buni. Men harakatda faqat ana qayg'uri joylarni. Yo'q, harakatdan xursand bo'lib ketgan paytdagida. O'ynaganmi? Keyingisi endi topmasangiz, agar topmasalar tosh otishga tayyor turinglar. Rostdan. Bu daramaga ovoz berganimizda ko'pchilik Romari bilan ham sevishgan deb o'ylashgan. Top bo'ldim. Rostdan. O'zi bitta edi-yu drama, biznes taklifi. Bekor etdim. Bekor Bekor etdim meni. Noanatga hagoship iltirasan sanag'inga. O'ynagan aktrisani o'zi ham yetib chiqdi keyin bu qo'shiq. Zo'ra, вообще. O'zi yaxshi men ko'proq. Keyingisi. Keyingisi menimcha buni ham tanisangiz kerak. Ko'pchilik qo'rqadigan qo'shiq. Rostdan tomoshabinlarimiz qo'rqadigan qo'shiq. Ben ovoz berganman, anna. To'qqizim bitirdi. Eng ko'p nima? Yashil kampir keladi-yu, kalmog'imiz dedi. Xo'p, sal bunda yaqinroq kelsangiz, men uni qo'raman, uzalashimiz ozgina. Просто men kelabizdi. Aha, keyingisi endi buni topsalar ham kerak. Butun internet portlab ketdi bu qo'shiqdan. Maydayman. Namcha olsa yoki hammasini ko'rgan bu qiz yotib olib darama ko'radi. Bu maydamanga ikki qayta ovoz berganman. Buni eshitmasning ham iloji yo'q edi. O'zingiz qayta ovoz berdiryapsiz. Odamlarga Xo'p, mayli, bitta zapasimni olib beraman. Chunki tez topdi bu qiz, yomon ekan. Bular bilan o'yin o'ynab bo'lmasak. Darama ko'p ko'raman-da. Odam o'yin buzuq ekan bu qiz. Xo'p, mayli. Mayli, mana o'zimga juda yoqadigan, o'sti, GGY, Guldan go'zal yigitlardan keyingi yoqadigan. Biz ovoz bermaganmiz, televizorda O'zbekiston kanalida. Ovoz bermaganmiz, aniq. Ana emasmi, hozir aytaman. Eski darama. Eski tarixiy darama. Oy, og'ushidagi quyosh. Topdi emas, hammasi bilan. Yaqinda 2 marta ko'rdim chunki. Yana bersan xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, nariy. Ketdi. Ana bu. Lesnitsa nidista. Oy xudo, bitta soniyasidan topdi bu qiz, nima bo'lgan bunga? Yana beraveraymi? Beravering. Bitta jazolash kerak ekan bu qiz ko'p ber. Keyingisi. Nima bunaqa oson soundtrackda beryapsiz? Qish san'atasiga. To'g'ri. Mayli, keyingisi. Qo'shimdan katta bo'lganman-u. Hangim-ku. Javob oxiri bor, xudo. Mayli, oxirgisi.
Oxirgisini topa olsalar kerak. Goblin. Vashe bu qiz bilan keyingi safar qiyinni o'zinglar yuborasiz, tomoshabinlar o'zingiz borasiz, topasiz. Goblinni qo'shig'ini EXO-Lligimda eshitganman. Chunki Chanyeol aytgan. Hozir ham EXOmiz, EXO-L. Shuni. Ya. Men hozir EXO-L, Stay, nima BTS nima edi? Armiyni sal chalaroq, shuning uchun Marmi bo'yapman. Mana armiyni chalaroq. Вот keyin Black nima edi? Blackpink nima edi? Blinkmiz. Xo'p,